Beshqayrag'och mahallasi Bedapoya masjidi shundoq yonida 4 sotix. Ko'chalarimizni keng, oldi tarafda yashil maydon qilish uchun sharoitlarimiz qoldirilgan. Fasadimizning razmeriga keladigan bo'lsak, 13 metr, uzunasiga bo'lsa 30 metr. Ichkari tarafdan ko'rsataman. Oldida o'zini mana shunaqa eski binosi bor, bir qavatli. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirib keldik, etek qismimizda bo'lsa, bitta korobka binoyimizga tushgan. Endi akam aytayotdilarki, bu yerda remontini bitkazib turib, oldiga o'zi katta uy qurmoqchilik proyekt bo'yicha 2 etajli deb aytayotdilar. Shuning uchun bu yerda planirovkasi sal boshqacharoq bo'lgan. Qanaqa? Mana masalan kirib keldik, mana shu yerda yerlarimizgacha to'pli pol qilingan. Bu yerda akfa eshiklar bilan yopib turib, ya'ni katta razdvijnoy oynali eshiklar bilan yopib turib, bu yerda ham как terrasa sifatida foydalansa bo'ladi. Oshxonamizga alohida kirsa bo'ladi va bu bo'lsa o'rtadan kiraverish, binoyimizga kiraverish eshigimiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirdik. O'rtada bitta katta hol zalimiz joylashgan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa oshxona qismimiz joylashgan. Kirganimizda chap qo'limizda oshxona. Keyin bitta xonamiz bor. Bu yosh kattalar uchun mo'ljallangan spalni. O'zining ichida sanuzeli va bu yerda xonamiz joylashgan. O'sha proyekt bo'yicha bu yerda bir qavatli uy, ya'ni etek qismida bir qavatli uy, ro'parasida bo'lsa 2 qavatli uy qilib mo'ljallangan. Uyimizni ko'rdinglar, planirovkasi o'sha aytib o'tganimdek. Bu yerda etek qismida bir qavat bo'ladi, oldi tarafida bo'lsa 2 qavat bo'ladi. Lekin bu uyimizni tegi ham 100% podval oynalari bor. Pastsi, ya'ni podval qismimizdan ham bemalol uy qursangiz bo'ladi. Bedapoya masjidini shundoq yonida joylashgan, Uchtepa tumaniga qaraydi. Beshqayrag'och mahallasida 4 sotixli hovli. Narxini aytishimdan oldin siz bitta videoga like bosib oling. Narxiga keladigan bo'lsak, 189 ming dollar so'ralyapti. Ozgina o'tib beradigan joyi bor. Primoy egalarini telefon raqamini yozib qoldirdim. O'rtada hech kim yo'q. Bemalol bizning nomimizdan murojaat qilaverasizlar.